sizlar uchun, farzandlar uchun vaqtida kerak bo'lsa chet elga ham bordilar. Mana shu yer o'zida og'ir mehnat ham qildilar. To'g'risini aytganda umrlari qariyb 90% mehnatda o'tdi. Kim uchun? Biz boylar uchun, farzandlar uchun. Faqat bolam, chaqam deb mana shu otam, onam biz uchun yashadilar, bizni dedilar, bolam dedilar. Yotganda ham, turganda ham, yurganda ham, hattoki ishda ham baribir bolam deb yurdi. Ota sizga rahmat. Biz siz bilan faxrlanamiz. Balki ko'p aytmaymiz, lekin biz sizni yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukur. Yaxshi ham borsiz. Dada, biz eng zo'ri siz uchun. Biz siz bilan faxrlanamiz. Ota, boringizga shukur. Bosh o'rinda aytdilarki, Darajonim, buni bilmay ko'nglingizni og'ritgan, ranjitgan kunlarimiz uchun sizdan ming bora uzr so'raymiz. Biz ham oddiy inson, biz ham xato qilamiz. Biz ham ideal inson emas. Bizda ham kamchilik bor. Biz ham ranjitamiz.